Hakam imkoniyat bersin. Asosiysi chunki Anzur qarasan. Krimet farqi yo'q, kim ursa qo'li bilan urib yuborishmaydimi, hakam ko'rmay qolsa bo'ldi. Jarima maydonchasi ichida juda ko'p futbolchilar harakat qilishyapti. To'p jarima Genrix shu bosh hakamning qishdagi chalindi va terma jamoamiz futbolchilari agarda Eronda 2-1 hisobi qayd etilib tugaydigan bo'lsa, play-off bahslarida qatnashadi. Janubiy Koreya terma jamoasini esa biz xuddi Eron terma jamoasini jahon chempionatiga kuzatib qo'yganimizdek kuzatib qo'yapmiz. Bu vazifani a'lo darajada bajarib kelishga o'rganganmiz, lekin umid qilib qolamiz. Endi terma jamoa boshiga boshqa murabbiylar, kuchli murabbiylar kelib, terma jamoamizni shakllantirib, bu oltin yigitlarni shakllantirib, bemalol jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritishlari mumkin. Eplasa bo'lardi, qadrli futbolchi qizlar, lekin Qatarda ham o'yin tugadi. Eron terma jamoasi Suriya 2-1. Umid qilib qolamiz, eronlik futbolchilar so'nggi soniyalarda o'yinni berib yuborishmaydi. Azmunga ishonchimiz yuksak. Gol urmasa ham mayli, hisobni ushlab qolish kerak. Shundagina play-offda o'ynaymiz. To'g'ri, jahon chempionatiga chiqa olmadik. Jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritdik deb baralla ayta olmadik. Hatto parallel ravishda Genrich ham sharhlayapti. U ham O'zbekiston terma jamoasini Rossiyaga olib ketaman deb ta'kidlagan. U ham olib keta olmadi, lekin play-off turibdi. Play-offda umid qilamiz terma jamoamiz futbolchilari boshqacha o'yin ko'rsatishadi. O'sha bir paytlar Abramov uslubida, Abramov boshqargan o'yindagi o'yinlarni ko'rsatib, Bunyodkorda 2-2 Suriya terma jamoasi futbolchilari gol urishdi. Bu Eron tomonidan xoinlik, bu Eron tomonidan bizga urilgan, orqadan urilgan pichoq. Samvel Babayan, biz play-offni umid qilib turgandik va so'nggi soniyalarda kutganimizdek Eron terma jamoasi futbolchilari o'yinni sotishdi. Eron futbolchilari o'yinni berishdi, qadrli futbolchi libozlari. Terma jamoamiz futbolchilari 4-o'rinni egallashadi. 4-chi. Endi Samvel Babayan matbuot anjumanida qanday javob beradi o'zi biladi. Chunki bu o'yinlardagi eng asosiy aybdor, bu o'yinda emas, boshqa o'yinlardagi eng asosiy aybdor aynan o'sha inson hisoblanadi. Jahon chempionatining play-offiga ham chiqa olmadik. Xo'sh, endi nima deysiz? Murodga gapirgisi kelmayapti, shuning uchun ham men to'xtamasdan gapiryapman. Alamim kelayotgandan Odil Ahmedov yig'layapti. Shu ko'z yoshlarga arzimaydi hozirgi o'yin uslubini boshqarayotgan murabbiylar shtabi. Men murabbiylar shtabiga ko'proq e'tiroz bildirgan bo'lardim. Ular bunday qilib bu yigitlarni mana xursand, g'alaba qozonish uchun kelgandim dedi. To'g'ri, g'alaba qozona olmagan bo'lsa, biz jahon chempionatiga chiqdik deyapti, xursandman deyapti. Mehmonda yuta olmagan bo'lsak ham nima edi? Biz baribir jahon chempionati masalasini hal qilish uchun kelgandik, shu ishni uddalak deyapti. Lekin Suriya terma jamoasiga, Xitoy terma